ko'pchilikka qiziqtirgan savollarga hozir javob beramiz. Bu termogranit nimadan bo'lganligini haqida. Bu orqasi penoplast bo'ladi mana. Qanday 5 sm-ligi bunisi. Xohlasangiz 3 sm-ligi, xohlasangiz 2 sm-ligi yokida bazaltligi bor. Bu oddiy yuzak qismi termogranit. Mana bu o'zimiz O'zbekistonda ishlab chiqarilgan termogranitlar bular. Razmerlari 30 ga 60, 60 ga 60, 30 ga 80 va 120 ga 60 o'rnatiladi. Biz bularga orqasiga o'zimiz maxsus kleylarni surtib, ustiga termogranitlarni bostirib presslar beramiz. O'zimiz maxsus kley shunda termogranit olib chiqamiz. Buning asosiy vazifasi uyni issiq sovuqni saqlash, shovqinni o'tkazmaslik vazifasini bajaradi. Bunga bazalt mana mahkamlaganmiz, yopishtirilgan mana. Yaqinroq olib keling. Mana bu bazalt bilan termogranit yopishgan mana. Ko'rib turganlaringda bu bazalt bu yerdan qo'yib yormaydi. O'ta qattiq yopishadi, o'ta presslangan. Bu mahsulotlarni xohlasangiz kafil keladi, xohlasangiz suxoy montaj qilib profilga yopishtirishingiz mumkin. Buning uchun bizga mana suxoy montaj uchun o'zining maxsus krependalari bor. Krependalarini yana xotirib profilga. Mana shu joyga, mana shu yerga joyga mana shunday bo'lib turib qayda kiradi va u ham ushlab turuvchi, ham ko'tarib turuvchi vazifasini bajaradi. Mana biz orqamizdagi devorda shunday suxoy montaj qo'yganmiz. Ozgina har xil variantlarda qilib ko'rishingiz mumkin. Yana bir savollar, buni krependasini 3 kun turadimi? Ko'rinib turadi. Buning krependasining uzunligi 8 mm, qalinligi 3 mm bo'ladi. Bu ko'rinib turadi. Ko'pchilik savol beradi, krependasi 3 ko'rinib turadi. Shu bilan ko'rsatyapmiz. Yoki-da kafil kley bilan qilmoqchi bo'lsangiz, orqasiga mana shunday podveskalarni qo'yib beramiz. Kafil kley bilan devorga surtganingizdan keyin devorga yopishtirib podveskalarni xotirib qo'yishingiz mumkin. Bu mahsulot termogranit hamda penoplast yoki bazaltdan tashkil topgan bo'ladi. Bu sovuqqa chidamliligi, yomg'irlarga chidamliligi 100% sinovdan o'tgan bu narsalar. Chunki mana bu yuzasi bilan yuzak qismidagi termogranitimiz issiq sovuqqa yoki qor yomg'irga mana ko'rishingiz mumkin. 100% chidamli. Bu bizdan oldin ham 30 yil 40 yil oldindan bu narsalar bo'lgan. Faqat orqasidagi mana bu tufidini biz bunga dabaqqa qo'shib qo'yganmiz. Agarda mabodo bu qancha muddatga chidamli, yomg'irga, issiqqa, sovuqqa chidamli bo'lib qolgan deganlar uchun o'zidan o'zi javob yetarli buni. Endi keyingi savollarga penoplast bilan yoki bazalt bilan ajrab ketmaydimi degan savollarga bu o'zi maxsus kley bor. Germaniyadan keltirilgan kleylari. Penoplast bilan yoki bazalt bilan shu termogranitlarni maxsus yopishtirish vazifasida maxsus o'lchimga chiqarilgan kleylar bor. Shu kleylar presslar yopishtiriladi. Agarda kimga mana shunday mahsulotlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqalashinglar, sizlarga o'z vaqtida cheklamagan miqdorda yetkazib beramiz. Va mahsulotlarimiz glansiy, matli, razmerlari 30 ga 60, 60 ga 60, 30 ga katta binolar uchun 60 ga 120 ham bor. Bazaltimizning qalinligi 5 cm, plotnisi 120. Xohlasangiz buni qilib berishimiz mumkin. 100 plotni yoki 80 plotni biz agacha qarab beriladi. Hozirda 120 plotni 5 cm qalinlikdagi bazalti termogranitimiz narxi 180 ming so'm, 60 ga 60, 30 ga 60 va 30 ga 80 razmerlari. 120 ga 60 razmerimiz esa 220 ming so'm. Penoplastiga keladigan bo'lsa, penoplastda 2 cm-ligi bor. Mana qalinligi 2 cm-ligidan boshlanadi. Qalinligi 2 cm-ligi 122 ming so'm, 3 cm-ligi 130 ming so'm, 4 cm-ligi 137 ming so'm, 5 cm-ligi 125 ming so'm. Agar sizga undan ham qalin penoplastingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, tayyorlab bera olamiz. Faqat santimetridan qalinligiga qarab narxiga qo'shib bo'ladi. 7 ming so'mdan bir kilometraj uchun.